Assalomu alaykum Elkuy to'g'ridagi barliq do'stlar. Elkuy ekran orqali sizlar bilan ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Men riyosatchi do'stinglar Tahir Tursun. Suhbatimizni boshlashdan burun sizlarga tövəndikidek bir hikoyani so'zlab bergim keladi. Burun bir oilada bovay, momay, ularning o'g'li va kelini birga yashaydi ekan. Ular bilan birga yana Baxt boy birga yashaydi ekan. Kunlarning bir kuni Baxt boy ijozat so'rab ularning uyidan ketmoqchi bo'ldi va o'zining do'stlaridan Muhabbat bovay, Boyliq bovay va Muvaffaqiyat bovaydan orasidan birini tanlab olishni aytdi. Uydagilar uyan o'ylab, bu yan o'ylab, oxiri Muhabbat boyni tanlashni niyat qildi. Muhabbat boy ularning uyida qolgan ekan, Baxt boy, Boyliq boy va Muvaffaqiyat boylarni ularning uyida teng qolibdi. Shundaq, insonning insonlik qimmatining ifodalasida muhabbat intayin muhim o'rin tutadi. Shah bo'lsangiz xalqingizga, farzand bo'lsangiz ota-onangizga, ustoz bo'lsangiz shogirdingizga chin ixlosingiz bilan chin muhabbatingizni bera olsangiz, unda sizning muvaffaqiyat, boylik va baxt mangu neri ketmaydi. Bugun biz o'zining ana shunday o'tliq muhabbati bilan tinimsiz izlanayotgan bir yoshni alohida taklif qildik, u bo'lsa Umid Hoji. Assalomu alaykum Umid. Va alaykum assalom. Oldi bilan bu Elkuy to'g'ridagi barliq to'rdoshlarga o'zingizning salomini berib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum to'rdoshlar. Sizlar bilan Elkuy to'g'ri orqali ko'rishganimdan aytib xursandman. Umid, siz Markaz televiziya stansiyasi uyushtirgan oliy maktab o'quvchilarining televiziyada inglizcha nutq so'zlash va talant musobaqasida qatnashib, chempionlikni qo'lga keltiribsiz. Oldi bilan sizni qizg'in tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Shunga mushu musobaqa to'g'risida keng to'rdoshlarga shundaqla menga qisqa tushuncha berib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ldi. Bu musobaqa 2010-yil, ya'ni mushu yildan burun Markaz televiziya stansiyasi ingliz tilini nutq so'zlash musobaqasi deb nom atiladi. Ya'ni uni qisqartirib CCTV Cup deb ataydi. Andan keyin mushu 2010-yildan boshlab bu nutq so'zlash degan so'zning keyiniga yana talant degan bir so'zni qo'shib qo'ydi. Buni bilan buningki musobaqadagi besim shu qatnashchilardan talab qilgan saviya misal yuqorilab ketdi. Andan keyin bu musobaqa har yili 6-oyda shu Jungoning har qaysi o'lkalarida tang boshlanib, andan keyin eng oxirgisi shu butun o'lkadan tanlangan 130 necha nafar mahir Beijing verib qilgan musobaqa qatnashdi. Butun o'lkadan tanlandi. Butun o'lkadan tanlandi. Thank you. Before I came here, I haven't thought that I can stand on stage like this, but I did it. During the competition, I found that I have to improve a lot. Not only about the language, but also the other side. For example, how can be a tough. Mighty, you came here to represent your people, to represent your culture. But I think you might be strong men and a man with great leadership. I congratulate you, and I'm going to choose you. 玉买提的真诚、善意、尊重和他一如既往的坚持自己的风格的这种坚定，是更棒的风采。所以对不起郭文娜，恭喜你，玉买提阿吉。这就是我们今年最有风采、最有魅力的英语演讲者玉买提阿吉，恭喜你，恭喜你！请你登上冠军台，非常棒，非常棒。Siz shu Markaz televiziya stansiyasi uyushtirgan oliy maktab o'quvchilarining inglizcha nutq so'zlash va talant musobaqasiga qatnashib kelayotganlar, ular 3 yil bo'libdi. Ammo shu ular 3 yil shu musobaqaga yanmay qatnashganingizga nima turtkilik rol o'ynadi? Men 2008dan boshlab qatnashib qoldim bu musobaqaga. Qatnashib uni boshda shu dadam har qatim televizordan shu Qasim Jamolni, ya'ni keyin Azmat Molimni ko'rib, ma'lum deydi-ku. Sen shunaq inglizcha yaxshi o'rganib chiqsang bo'ladi deydi. Lekin 2018 men qatnashib Shinjong bo'yicha 2-o'qqa Beijingga berish fursatiga menga bo'lmadi. O'sha vaqtda yomon qaqshab ketgan. Sen nimishqa haqda o'rganib turib yana bora olmaysan o'shaga. Yana televizorga chiqa olmaysan deb so'zlagan-da. Shuning bilan bu bir shok qilib menga. Mush dadamga bir ko'z qo'ymasan degan maqsad bilan. Shoma bekrak har yil to'xtamay musobaqada ism borligi narsaga qatnashib, oxiridan keyin mush qatim 2010-yilda shu natijaga erishdik. Endi buni bir qatimliqlar natijada qarash qolmaydi. Bundan keyinda tak 3 yillik javob. Shoma endi o'quvchilik deydiganim amal bor. Shuna musobaqaga chiqib qatnashib tursak, chunki buni faqat til emas-ku, har bir tarafni to'ldirib beradigan musobaqa. Şonlaşqa müşna musobaqaga chiqib qatnashsak, andan keyin bizning chiroyli nomimiz bor.
Naqshsul millati makani deydigan. Endi buni bizning san'atchilarimiz nihoyat yaxshi tunutyp atydy. Endi biz oliy maktab o'quvchilari yana shu fan o'rganayotgan odamni qanday qilamiz desa, biz amal bor o'zimizni shunday fanniy jihatda yoki texmo murakkab bo'lgan ishlar jihatda xalqqa tunutyp tursak. Mushu minutlarda sizning ismingiz to'g'ri qo'yilib qelyapman. İsmingiz Ümit Hacıke, o'zingizning ismi Ümit, familiyangiz Hacı shundaymi? Undaq bo'lsa, mushu Ümit degan ism nima uchun qo'yilib qolganda, ota-onangiz nima uchun qo'yganda mushu Ümit degan ismni? Dadam menga bu to'g'riliq pek ko'p deb bergan. Lekin mushu dadam hamma bolaga ism qo'yishda cho'qim shu ismning bir ma'nosi bo'lishi kerak deb o'ylaydi-da. Shundan bilan men qo'yganda uning ustiga men o'ynim cho'ng. Shunga bizning o'yga nisbatan bir umidlik bola bo'lsin, uyimizga umid bag'ishsin degan maqsadda mushu ismni qo'yib ekandik. Men davomli shunday deydi. Ümit degan ism haqiqatan chiroyli ism bu kishiga. Shu ismning egasining umidvor bo'lishini, umid bilan birga qarshi niyat qilib qo'yilgan ism. Undaq bo'lsa siz mushu musobaqaga borgan chaqda ota-onangiz zamra bo'lib yoki bir savodishingiz zamra bo'lib bordimi yoki o'zingiz yolg'iz bordingizmi? Bu musobaqaga Şinjandan 4 nafar mayır qatnashdik. Eng oxirgi musobaqaga 4imiz bora oldik. Ondan keyin bizni yetaklab olib borgan bir o'qituvchimiz bor maktabda. Shu o'qituvchi bilib bordi. Endi ota-onam sal oldirashroq. O o'zlarining ishlari bilan bo'lib ketib, bu musobaqaga nisbatan hech qanday tayyorliksiz turgan vaqtda o'zim men tuyuqsiz edim-da, shuna musobaqaga men bejin bormayapsam, endi bu musobaqani o'lim umidchilik cho'ng deb o'ylamagan, faqat bir berib qatnashib kelsam bo'ladigan musobaqa deb o'ylab shu yo'lga qo'yib qo'ygan. Shuni o'ylab berib keldik, ammo kelgandan keyin o'limi aytib xursand. Shu musobaqaga borgan chaqda siz bilan 4 nafar mayirga qolgan 3 nafar mayir bir yetakchi o'qituvchidan boshqa lekin yana bir narsa sizga amroq bo'lib beribdi. Yana bizning qadimgi Uyg'ur chalg'ulardan biri bo'lgan ravob sizga amroq bo'lib beribdi. Ravob chelishni bilamisiz? Ravob chelishni bilmaydim, ammo shu musobaqada shu talant degan yer bo'lganligi uchun shu talantdan bir 10 sekunddan 15 sekundgacha biz shu o'zimizning talantni namoyon qilmasak bo'lmaydi-da. Shu anda birsiga shu ravob bir qadar obdan usul o'qidi deb o'zimni yoqdi o'g'ashgan bir padini azroq qismini shu 15 sekundda tayyorlagan. Şunu öğrengen. Aşınadan başka çelişni okumayman. Siz şu musobaqa naq maydonda o'sha ravobni kim ortib sotmoqchi bo'lsangiz, eng tuvan baho 500 yuan. To'g'ri. Uni keyin o'rtib sota oldingizmi, yoki sota olmadingizmi? U endi musobaqaning ikkinchi bo'lagi uchun, chunki ikkinchi bo'lakda biz cho'qim oldimizda o'tgan o'sha odamni qoyil qilib bir ish qilishimiz kerak. Endi bu vaqtda hamma bola dedi, endi men musobaqadan berishdan burungi planim men o'shadagi o'taqalini bir xil jiddiyleştirmeslikka qoyil qilishdi. Lekin musobaqa adat degan musobaqachi maydonga chiqamiz degan kuni kechda men bu maktabim o'zimizning maktabdan to'g'ri olsam shu mana bu maktabda ishim, ya'ni Odiljonning o'shda bir kasal kirib davoligini oldimda. Shunda uning ustiga men yetakchi o'qituvchim bizning maktabdan. U shuni bilan ashni ko'rib, sen shuni deb baqsan qanday qilar? Bu ham yordam bo'lib qoldi ekan dedi. Shunda bilan men ishni qilayamsa deb. Endi u vaqtda qarsam qanday qilib aşı bolaga yordam qilishni qoyil qildigan narsa topolmay ahirgi ravobni kim ortiq qilib satsam bo'ldi ekan degan niyatga qolgan. Uning asl bahosini 500 yuandan qilgan. Lekin u rost o'rildi. 500 dan taki o'rlab 4500 ga yaqin o'rildi. U bahoni endi mana ekranda kesildi. Kesilishga sabab shu televiziya to'g'rida, endi televiziya stansiyasida bu tijorat xarakterli kishi qoldi ekan. Bu bizlar musobaqa turida o'tgan narsani biz tijoratga aylantirib olsak bo'lmaydi degan maqsad bilan o ish bo'lmay qoldi. Ravobni zat qilolmadi. Lekin bani paymay qilgan vaqtda u yana kim ortiq qilgan vaqtida u balaning undan imkon yo'q deb faqat hammasi zot olimiz deb 4500 qo'yilgan vaqtida keyin lekin chiqqandan keyin bizning shu davyan Ayşe'nin keyin bunday qilsak bo'lmaydi. Endi men azroq kesilgan yana kesitman. Ko'nglim kelmasin dedi. Endi amal yo'q-da, unda davosam yana qayta musobaqa tushaydigan bo'lmaydi. Musobaqa oxirlashib qoladi vaqt. Shunday bo'lib tansa. Deb ashunday degandek bo'ldi. Lekin ravob setilmedi. Hozir ama setilmagan bilan aşağıdaki yani bazı bağlıqçılar özünün açmış ko'ngli uqtadi. Uni qaytib kelgandan keyin biz yana ba'da shu Odiljonning o'ziga beramidi men ma ashuna ashliq iyon to'playotgan bir inimiz bor edi. Shuni berib qo'ysin. O savodishingiz Odiljonning hozirgi ahvoli qanday? Hozirgi ahvoli bu xil yaxshi men o'tibdi. Saqib ketah, hammamiz shuni tilakdosh. Odiljonning balduroq saqib ketishiga hammamiz chin dilimizdan tilakdoshlik bildiramiz. Hello, ladies and gentlemen. In this part, my task is to persuade one of you to buy this musical instrument in my hands. Before I came to Beijing, I've heard a very miserable news that one of my schoolmates, whose name's Odiljon, had a disease called leukemia. He is an undergraduate student.
Actually, this is a time for him to show himself to the society. But unfortunately, he is still suffering on the bed of the hospital and confused. We all know that leukemia is a kind of money-consuming disease. Because of this, his family has already got a debt of more than 600,000 RMB. Maybe this number is nothing for some of you sitting here, but it's really something for the people living in Xinjiang. And now, on the stage of CCTV, I would like to try my best to persuade most of the people help the boy who needed help. And I decide to auction my musical instrument. Congratulations. Thank you. Okay. Ümit, şu ümit degan ismingiz to'g'riliq yana bir savol so'ragim kelyapti. Shu ümit degan so'zni inglizcha nima deb tarjima? İngilizce'de bunu hope veya wish deb ataymiz. Endi men bir qadar hope degan ism kamroq. Chunki ilgari men buni ham deylik. İngilizce o'rgangan odamlar har birisinin birdan İngilizce ismi bo'ldi-ku. Men shuni tarjima qilib o'zim ishlatgan. Hope deb ishlatgan Hope deb ishlatgan. Shuni bola chaqasim shu Mr. Hope deb chaqirdi. Ammo oldingi yildan boshlab buni to'xtatib qo'ydim. Bu chetelsini ishlatmaganlar shu umid bo'lg'udek deb. Bir sabab ham shu amerikalik do'stim ko'rishish jarayonida ismi nima bo'lgan shunda hope desam, biz Amerikada buni qizib olib qo'ydik aslında dedi shu yaxsan lekin bu ismni shiltdan to'xtab qoldi. Lekin amma yana amroq bo'lsin. Agar shu Amerikada tanishingiz qizib olib qo'ygan ism demagan bo'lsa, davom qilmaysiz. Endi bizning masalan sizning Umid Dajimin Tahir Tursun degandek bu ingliz tilida masalan ismingizni Hope deb qo'llanibsiz. Buning keyingi familiya qatadigan ish bormi? Ameliyatda şu Mr.'nin keyninden kildiğini famili oldu-cu. Lekin ma İngilizce ismini özümüzü koyup algandan da famili sürüştürüp ketmeymiz. Fakat çetelliklik bizim çağırış asan bolsun deb işletilgansın. Çünkü herkes onu men ömür vayet özümden ismi adım üretsin işletimiz deydi. O yok. Yani şu özümüzden ismi Ümit Beti bola avradı. Biz musobaqaning amaliy ahvolini ko'rish jarayonida kam to'g'ridaishlarni ko'p deb o'ylayman. Siz nihoyatda bir xil tamkinlik bilan, ig'ir besiq bilan savollarga nihoyat yaxshi javob beribsiz. Bu g'altingizmi bog'lovchilarning nihoyat diqqatini qo'zg'abdi. Endi bunday keskin musobaqa maydonlarida balkim sizni sal qaymoqtiradigan, jiddiylashtiradigan savollarni tushib kelishi mumkin, so'ralishi mumkin. Siz mushtoq chog'da jiddiylashib baqdingizmi? Endi musobaqa deganda jiddiylashmadan sabab yolg'on gapchi. Odatda hamma narsani bularni imtihondan xil so'raydi. Hammamiz buni jiddiylashamiz. Endi jiddiylik bo'ldi. Lekin jiddiylik bo'lgan bilan shu o'shadan ma'noda vaqtida dadam bilan bir do'stim meni chiqib qo'ygan edi. Ashula deganda qat'iy tamtirma. Tamtirsam seni bog'dan bakov kutdi deb ash gapni bek ta'sir qilib ketgan menga. Shu bog'niki amal bor o'zimni besveli chiqtirishdim. Endi jiddiylashmadim emas, jiddiylashdim. Chunki men bizning oq sahna tarafda uni ba'zilarini chiqaribdi televizorga. U jiddiylashgan ras. Jiddiylashmadim desam yolg'onchilik. Ama şu acı gap tüpeyden ben sahneye çıkan vaxtıda amal var, temkin turuşup turuştuk. Siz ne? Şu sorunu oturup ciddileştirgim kelyapti. Bu çatak yok. Mesela ben sizden bir Uyg'urcha gap deysiz, siz buni inglizcha deb baqsangiz, buni g'alib balkim jiddiyleşib ketmaysiz, chaqchaq qo'ydim. Men bak jiddiyleşib ketdim deganda inglizcha nima edi? I'm so nervous. I'm so nervous. Nervous. To'g'ri telaffuz qildimmi? Nervous. Nervous. I am so nervous. Bu gap sal tasgib so'rayapti. Ondan keyin men naqsh etishni yaxshi ko'rmaydigan-chi. I like to sing a song. Nima? I like to sing a song. Buni deb bo'ladimi? Sal qiyiqga. Rahmat. Umid, siz hozirmi shu oliy maktabni bitirib bo'lgansiz shundaymi? To'g'ri, 6-oyda bitirdim. Qaysi maktabni bitirdingiz? Xinjiang Moliya iqtisod universiteti. Kasbingiz-chi? Kompyuter kasbini. Kompyuter kasbi turib o'qigan turib inglizcha musobaqada chempion bo'lsada qanaqalik ishga bor. Nima uchun kompyuter kasbingiz kompyuterga inglizchada bunda yaxshi ekansiz, buning sababini uqib berish bo'ladimi? Bo'ldi. Men o'sha oliy maktabga tunji qadam qo'ygan vaqtimda mening orzuyim shu kompyuter kasbini o'zim tanlab ko'rgan kasb-chi. Orzuyim shu yaxshi bir programmer bo'lishdi. Programmer bo'ladigan adam bo'lishdi. Ammo buni oldingi sharti yana til bo'lish kerak-chi. Chunki biz hozir ishlayotgan programmalarning ko'pincha qismini shu bizga chet ellik yozib keltirib bergan bo'ladi. Endi demak bularning asosiy yana o'xshash ashlining tili. Ashlining tilini o'rgangan vaqtida buni texnik fikrlab kirgan bo'ladi. Endi shu vaqtda men o'zim deb o'sha oldingi 4 yil oliy maktab hayotimda 2 yil
ingliz tilini ağır pişik okup, özüm göre materialdan tamamen paydalana alaydigan bulduğu vaqtda andan keyin men kesip düşməyəndə diginimdek aldanqı yıl ingliz tilini bekrek öyrəndim. Keyinki yıl asasen kesip bekrek küçültdüm. İngliz tili öyrənətqanınızga neçilik vaqt oldu? İngilizce öyrəngənini sürüştürsek men dadam meni kichikimdə apırıp berdi şu. Lekin endi o kichik vaqtda biz inglizcenin muhimligini uqmaymiz da, anons u davrda yani o davr deganimiz bek o'tkaz 6 yil 7 yil burunqi vaqt ama o'zgarishni aytib tez. Ana shu vaqtda hech kimdan qalist bu ingliz tili o'rganish deydigan fiqim asosan yo'qdi desek bo'ladi. Lekin dadam endi xili oldin ko'rar odam o'xshaydi. Shundan sen o'qimasa olmaydi mush tilni. Kelgusida sen asqatidig'ini shu deb turib akirib bergan. Akirib lekin yana shu go'daklikda qechib yurgan to'q. Endi keyin to'liq o'tirib chiqqanda to'liq o'tirib 3-yilga chiqqan vaqtida keyin sal kallam ichadimi? Öyrənmisəm bo'lmaydi ekan deb haqiqiy turda shu kitobni qo'ldan qilib boshdan yana bir boshlikda ichib degan maqsad bo'lganga vaqtim shu to'liq 3-yillikdan 2-chi mavsumdan boshladim. Hisobda haqiqiy o'rgangan vaqtim 2 yil qolgan o taraqqiy qilish muhitini qo'shgan vaqtda hozir mana oliy maktabda o'qidim 3 yil o'tdi. Endi sizning tarbiyalanishingizda bo'libmi shu musobaqada ular 3 qatim qatnashib chempionlikni qo'lga keltirishingizda dadangiz bak turtkilik rol o'ynayotgan gapingiz bor shuncha. Endi shu munosabat bilan dadangizga, mehribon dadangizga ikki yurak so'zingizni deb olamsiz. Mush fursatdan foydalanib, barliq urug' tuqqanlarga, ham mening shunday natijaga erishishimga turtkilik rol o'ynagan dadamga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Mush yoshgacha bo'lganlikda meni to'g'ri ulgu bo'lib, to'g'ri yo'lni boshlab kelganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Shu munosabat bilan sizdek mustaqil yaramliq farzand tarbiyalagan dadangizga, opangizga shundaqla sizga yaqin yordamda bo'lgan savodoshlaringizga, ustozlaringizga chin ko'nglimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Umid, sizning ingliz tili o'rganayotganingizga 4 yildek vaqt o'tdi. Siz bu 4 yil jarayonida o'zingizga xos inglizcha o'rganish usulini yetishtirib chiqardingizmi yo başqalarga o'xshab ketadi? Başta başqalarni doğurgan. Endi bu yangi o'rganuvchilar cho'qim qilishga tegishli bir yo'lchi, chunki o'rganishni qanday uqolmay qoladi. Endi başta bizim başqani doğurgan, lekin undan uning ko'rimda emas xil ko'rdik. Endi keyin men o'zim endi hozir shu 4 yil o'rganibman. 2 yil ras haqiqiy besib o'rganib, keyingi 2 yil işte praktik jarayonida qarasam o'zimning o'rganish yo'lini men 3.9 chaqildim. Chunki men birinchi shu oliy maktabning birinchi yiliga kirgan vaqtida men shu musobaqada hiç olmasa şu Qasımjon Muallimni ko'rgan televizorda çok ko'rib men bu mushildek bo'la olsam degan nishon bilan 2018-yil musobaqaga tayyorlik qilgan. Demak, birinchi o'g'lim turklik rol o'ynagan nishonim bo'lib qoldi desam bo'ladi. Ana lekin ikkinchisi kelgan vaqtida ana lekin shu 2 yil uzluksiz tirishchanlik. Endi men uning yo'lini doğrab, men buning yo'lini doğrab men ish to'xtamay menibman. Endi shu men jarayonda uzluksizlikda bir gapga chiqqan chaqildim buni. Endi 3-chi kelgan vaqtida endi muhit. Çünkü oldingi ichki shart hazırlangandan keyin men muhit tabiiy hazırlandim. Mening do'stim Rishad deb bir do'stim bor. Shu do'stim bilan biz odatda mansaqmi yo'lda inglizcha paranglashdik. Tomoq yesakmi inglizcha paranglashdik. Ashuna qildik-da. Shu maktabda ko'rganimni bu ishimizni sal azroq chataqoni qaldisda deydi. Nima desa biz uyg'urcha gap qilmay, xanzcha gap qilmay ingliz gap qilgan ekan, bularlik tildan chetni deydigan gaplar chiqqan bolalar orasida. Lekin endi undaq emas. O'rganish uchun muhitni o'zimizga hazırlamasak, endi kechki chatlikni keyin yugurib olmaydi ekan, yo'ldan topqil olmaydi ekan. Shu anda unda qarasam menga shu 3 asqatgan yo'l nima bo'lsa, shu nishon, anadagi tirishchanlik, anadagi muhit. Bunda davomli og'ayningiz bilan parangish mangandan keyin bu ba'zi og'ayningiz bilmagan gap so'zlarni siz bilasiz, siz bilmagan gap so'zlarni og'ayningiz bildirgandan keyin bir-biringizdan o'rganishlar undan keyin bu jarayonda to'liq so'zlab inglizcha gap qilgandan keyin cho'qim talaffuzni nihoyatda yaxshilanish bor deb o'ylayman. Musobaqaning amaliy ahvolini ko'rish jarayonida men eng qoyil qilgani hammalaringiz qoyil bo'ldim. Texim qoyil bo'lgan yerim sizning shu talaffuzingiz bak yaxshi. Masalan, sizni ko'rmay turib ovozingiz anglamasam cho'qim Amerikada qo'yib gap qiladi deb o'ylab qoladi. Talaffuzingiz bak yaxshi. Umid endi sizning o'qigan kasbingiz, ya'ni o'qish bitirgan kasbingiz kompyuter ekan, lekin ingliz tilidan nəhayət yaxşı nəticələrni qo'lga keltiribsiz. Bu ingliz tili o'rganish jarayonida bu kasbingiz bo'lgan kompyuterni o'rganishga ozroq ta'siri bo'ldimi? Masalan, salbiy ta'siri deganda. Salbiy ta'siri bo'lmadimi degili bo'lmaydi. Chunki men buni o'rganish jarayonida ba'zi darslardan tashlanib qolgan, ba'zi darslar qolib qolgan ahvollar yuz berib qoldi. Endi men tang yapman desa bu bo'lmaydi ekan. Cho'qim birisini qilib bo'lgandan keyin yana birisiga tayinsa, ikkisini tanglik qilib olsa, ba'zida yetishib bo'lmaydi ekan bir odamcha. Endi to'qinish jihatga kelsak, ingliz tilidan kompyuter bir-birisiga to'qinishmaydi. Balki birisini qo'llaydigan tilda. Masalan, kompyuter o'rganish uchun
til bo'lmasa, til ufqon bo'lmasa, bularni programmer uchun bu bek murakkab jarayon bo'lib qoldi. Hozir deb o'tdingiz, shu ingliz tili bilan kompyuterning yaqin munosabati bor deb. Unda bo'lsa, har ikkilisini teng o'rganib tursiz. İngliz tilini bekrak yaxshi ko'ramsiz yoki kompyuterni? Bu savol qarta kompyuterni desam bir qadar to'g'ri ekan. Chunki til degan bir ko'rib rolchi bu. Faqatla ma'lum narsani o'rganish uchun texnik ichkirilab kirishda bo'lmaydigan bir narsani amalga solib hisoblandi. Ana lekin bizning olimlarimizdan Mahmud Qashqarma aytib o'tgan bir til o'rganganlik bir odamningki tafakkur yo'lidan bir ko'payganligi edi. Onda bo'lgan ekan bu til o'rgangan vaqtda ishlarni hal qilishning har xil yo'llarini o'rganib olgan bo'ldi. Ashlarning tafakkur bo'yicha shart qilgan bo'ldi. Lekin bu tilni bir jon beqishning yo'li qilib olganni men to'g'ri ko'rib ketmayman. Ana lekin shu til o'rganishim asosan meniki kompyuter o'rganishimga bog'liq bo'ldi. Chunki hozir men ABM'da bitib ketdim. Bir tarafdan dars o'tab turyapman, yana bir tarafdan o'zimni derslerimni o'rganayotman deb hamda shu aytib o'tganimdek men shu C# deb bir til bor kompyuter tilida. Ashuni o'rganayotgan. Buni men asosan o'zligimda yapmayapman. Endi C# deganimizmi asosan ichida yozilgan narsadan ko'pincha kod. Yani shu inglizcha xatlar bir tutamcha. Endi buni ingliz tushungan odamga nisbatan bir qadar o'ng'ay bo'ladi. Ana lekin yodlab yurishdan saqlangan bo'ladi. Söz yodlagan o'xshash yangi o'rganuvchi yodlaydi-ku, lekin men undan saqit. Endi qarsam ma'nosini bilasiz, ma'nosini yozib bilsam bo'ldi ekan. Mesela paysak right line, sek right deganimiz yozish shu. İngilizcedagi gapcha bu. Endi shu ashxatni yozib bergan gapgan bu kompyuterga adablam uni uqmasaq bo'ladi. Shu endi inglizcha mayliqi uqmagan odamlar qanday yodlaydi? Sen shu right line degan right line bo'yicha yodlayverib, bu shunda bir deyman ekan deb o'tib ketadigan gap. Aniq gap. Shunga tilni men asos qilaman, lekin bu faqat bir yo'l. Yani meni shu eng oxirgi maqsadim yetadigan. Kompyuterni texnik obdan o'rganishingiz kerak muhim yo'l. To'g'ri. Ümit bayda o'tdingiz, shu kompyuterdagi asosiy til bo'lgan C# o'rganyapsiz. İngliz tilida mamlakat bo'yicha chempion bo'ldingiz, nutq so'zlashimiz. Endi ham shu kompyuterdagi asosiy til bo'lgan C# dimi mamlakat bo'yicha emas, dunyo bo'yicha chempion bo'lishingiz uchun dilimizni umid qilamiz. Shunga sizning C# ni texnik yaxshi o'rganishingiz uchun biz C# o'rganish qo'llanmasini sizga sovg'a qilishni loyiq qilib, oddiy bo'lsa qabul qilasiz. Ümit suhbat jarayonida his qildim. To'limi tirishchan, yig'ir biz tamkinkansiz ham shu musobaqada nihoyat yaxshi g'alabani qo'lga keltirdingiz. Endi shu bizning oliy maktabda o'qiyotgan studentlarimiz yoki jamiyatdagi ena-singillarimiz bo'lsin, til o'rganayotganlar nihoyat ijab. Ham boshqa kasblarni, boshqa tillarni o'rganayotganlar ijab. Endi mushular deydigan qanday yurak so'zingiz bor bo'lsa, yurak so'zingizni inglizcha, uyg'urcha, qozog'cha bilsangiz, qachoncha bilsangiz deb bergan bo'lsangiz. Hello everyone, I'm very glad to meet with you by the net called Alkitori. By this chance, I want to tell something for the learners who are learning language or other subjects. The first thing that I want to mention for you is you have to learn constantly and with a great effort, because this would lead you to the goal that you are expecting. The secondly is after you get your goal, that would be the encouragement for your nation or for your people, and at the same time it would be encouragement for your brothers and sisters who are living around you. The third point is don't always regret it or complain about the environment which are caring about you, because there are no more foreigners for encouraging you to learn English well. You have to improve yourself by yourself, and then don't complain about the things which is going around you. Tövəndə bu gəldən bir Uyğurca bir qəsəm. Həmin Alkitori orqali görüşkəndən ait xoşalman. Muş fürsətdən paylanıb mən til öyrəngichilərə ham shundan başqa kasblarni o'rganayotganlarga bir necha qiz so'zlamoqchiman. Buning birinchisi uzluksiz tirishing. Ammo bor kuchingiz bilan tirishing. Chunki shunday qila olganlar bu sizni eng oxirgi nishoningizga yetkazadi. Ana lekin ikkinchisi dal oshxil nishonga yetgan vaqtida siz o'zingiz bilan hatto atrofingizda turgan ina-singillaringizga madad bo'la olasiz. Undan boshqa hech bo'lmaganda oilangizdagi ota-onangizga madad bo'la olasiz. Uchinchisi so'hbat vaqtida atrofingizga muhitdan qaqshab ketmang. Chunki ingliz tili o'rganishda muhitdan qaqshaganlik bu bir aqllanlik emas. Chunki bizning atrofimizni chet elliklar qoplab turavermaydi. Biz hozir qanday Uyg'ur muhitida yashayotgandan keyin bularga ingliz so'zsak ingliz anqiramaydi. Yani bununla qaqshash orqali til o'rganishni yoki boshqa kasb o'rganishni tashkil etsak yana anglashmaydi. Shunga bu muhitni hammasini amal bor, o'zimiz yaratsak, ya'ni o'zimizga tayansak texnik yaxshi bo'ladi.
Ümit, bugungi suhbatimizga qimmatli vaqtingizni chiqarib daxil bo'lib berganingizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Hamda mush Ümit bilan suhbatlash jarayonida Ümitning nihoyat kamtar, ig'ir besiq, tamkin mijozi to'lim yoqtirib qoldi. Men musobaqalarda yaxshi natijalarni qo'lga keltiribdi. Endi mush munosabat bilan shu suhbatimizni ko'rib o'tgan do'stlarga deydiganim bo'lsa, qiyinchiliklardan qo'rqmay, mayli oldinlar qanday qiyinchilik yo'liqsin, qat'iy voz kechmay, texnik tirishib, ota-onalarning umidini aqlab, yaramliq bir avlod yoshlardan bo'lib chiqishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Programmamizni ko'rganlarga rahmat, xayr xo'sh.